Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Hozir sizlar bilan ustoz Abror Muxtor Alini yurtimizda yashab o'tgan buyuk ajdodimiz bo'lgan Alisher Navoiy haqida noo'rin gap gapirayotgan bir insonga bo'lgan video murojaatlari bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz do'stlar. O'zini tarixchi deb tanishtirayotgan inson tarixdan o'zi aslida xabari bormi yoki yo'qmi? Buni hozirda birgalikda sizlar bilan ko'rib tanishib chiqamiz. Afsuslar bo'lsinki, Yevropani havosidan nafas olgan ba'zi bir kimsalar yurtimizga, jamiyatimizga kelib, ana shu olgan nafasini bizlarga qanday ekanligini uqtirmoqchi bo'lmoqda. Sifatli seks yetishmagan unga deyapti. Xorazmda o'sha bir haykalni oldiga borib turib masxara qildi. Navoiy o'ta ziyoli inson bo'lgan, vazir bo'lgan, boy bo'lgan, qurgan madrasalari, qilgan vaqflari juda katta xayriyalari bo'lgan va bizni qadriyatimiz hisoblanadi. Navoiy bizni ajdodimiz, qadriyatimiz. Navoiyning so'z boyligi Pushkinning so'z boyligidan taxminan bir 10 barobar ortiq turadi. Pushkin bu mashhur shaxsiyat. Undan ustun turadi Navoiy. Erkin Vohidov SSR davrida aytgan, qog'ozga o'rab gapirgan. Menga Pushkin bir jahondir, menga Bayron bir jahon, lek Navoiydek bobom bor, ko'ksi osmon o'zbegim degan. Navoiy ustun turadi degan. Endi shu Navoiy hazratlarini bachchavozlikda ayblagan. Shu Navoiy hazratlarini bir atlas ishton kiyib olgan bittasi chiqib, nima deyapti? Sifatli seks yetishmagan unga deyapti. Astagfirullah va atubu ilayh. Bemalol gapirib olishyapti shu jumlalarni. Meni ham ma'zur ko'rasizlar. Va bu jumlani bu boshqa joyda ham gapirgan edi, bu yerda ham gapiryapti bir xil. Bizni ziyolilarga ham sifatli shunaqa narsa yetishmaydi, Navoiyga ham sifatli shunaqa narsa yetishmaydi deyaptimi? Demak bu buyurtma bu. Men shunga o'xshagan gaplarni ko'proq tarqatishlikka buyurtma olgan bo'lar. Bizni millat ichida turib olib shunaqangi ya'ni fikrlarni tarqatishyapti. Ogoh bo'lishimiz kerak. Bilishimcha ustidan sudga murojaat qilishgan. Bizni sudlar ham inshaalloh qadriyati bor, millatini kelajagini o'ylaydigan kadrlar inshaalloh shunaqangi kadrlarni qo'liga tushsin. Jiddiy jazo berish kerak. Moliyaviy bo'ladimi? Agar u qadriyatlarni kamsitish bobi bilan ayblansa, qamash kerak bo'lardi. Qamalsa, Navoiy haqida o'ylab gapiradi keyin. Xorazmda o'sha bir haykalni oldiga borib turib masxara qildi. 5 sutkami 6 sutka oldi qamoq. Xuddi shunisiga bo'lish kerak. Buni men munosabatini bildiraman deb kechib qolgan. Bu munosabatni bildirishimiz kerak. Navoiy haqida o'sha paytda chiqib gapirganimizda juda ko'p odamlar jim turdi. Navoiydan oila boqayotganlar bor. Navoiy to'g'risida ilmiy ish qilib, ya'ni oylik olib yashayotganlar bor. Navoiyga hujum bo'lsa, lekin jim bo'lishdi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Jim bo'lib olinmaydi. Navoiy qadriyatimiz. Navoiyga til tekkizib olsa bo'ldi-ki. Hammang shuni ajdodim degansan-ku deydi. Mana hurmatli millatdoshlar, vatandoshlar, ko'rib turganingizdek, har bir gapirilgan gapga kerakli bo'lgan javob berildi deb o'ylayman. Ustoz Abror Muxtor Alini yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz va u insonni ustoz deb bilamiz. Millat uchun, jamiyat uchun qilayotgan xizmatlarida doimo bardavom bo'lsinlar. Undan tashqari xabarlaring bor, ustoz Abror Muxtor Ali o'zi alohida shaxsan xususiy maktablar ochib, millat, jamiyat uchun, kelajak uchun poydevorni mustahkamlashga harakat qilayotgan insonlardan biri hisoblanadilar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.